Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq aziz qarindoshlarım, yaqinqi bir necha kundan beri barliq Uyg'urlarning va Turkiyadagi millionlagan turk qarindoshlarimizning diqqat nazari Turkiyadagi 2023-yillik Cumhurbaşkanlık saylimi. Ya'ni bu saylamda kim o'tib chiqadi? Millat ittifoqimi yoki Cumhur ittifoqimi degan masala hammamizning nihoyatda qiziqayotgan va ko'ngil bo'layotgan bir masalasi bo'lib qoldi. Turkiyada yashayotgan nurg'unlagan Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida agar Millat ittifoqi, ya'ni CHP partiyasi boshqa chiqib qolsa, bu saylamda o'tib qolsa, Xitoy Turkiyaga davomli shaklda terrorchi deb shikoyat qilayotgan, turmalarga solinayotgan va har xil kodlar qo'yilib qolgan Uyg'urlar Xitoy qaytarib ketishi mumkinmi deb andish qilmoqda. Albatta bu andishlar haqsizmi emas. Agar esingizlardan chiqib qolmagan bo'lsa, bundan tam 1 yil burun men Turkiyadagi butun siyosiy partiyalarni ziyorat qilish orqali Uyg'urlar haqida nurg'unlagan savollarni so'ragan edim. Men eng dastlabda Turkiyadagi Milliy Harakat partiyasini, ya'ni MHPni ziyorat qildim va ulardan Uyg'urlarga qanday yordam berayotganligini va yana qanday yordamlarni berayotganligini so'radim. Ular menga bu haqda javob berishdan avval sizlardan kechirim so'raymiz. Sizlarga yetarli darajada yordam beramadik. Chunki Turkiyaning hozirgi ahvolida Xitoyga so'z o'tkazilishi notayin. Biz Turkiya bu sifatimiz bilan xalqaro siyosatlarda, diplomatik munosabatlarda, iqtisodiy, ekonomik va boshqa jihatlarda Xitoy bilan hamkorlashishga majbur. Chunki Amerika boshchiligidagi Yevropa ittifoqi va Isroiliya davomli shaklda bizni ojizlashtirish uchun, davlatimizni parchalash uchun PKKga, PYDga yordam beryapti va bizga har xil jihatlarda iqtisodiy bitimlarni tushiryapti. Tijoratlarimizga cheklama qo'yyapti. Boshqa davlatlarga sotilayotgan normal qurol-yarog'lar mudofaa sistemasi bizga berilmayapti. Ahvol shunday bo'lganligi uchun bizmi Xitoy bilan ba'zi jihatlarda normal munosabatimizni saqlab qolishga majbur. Ammo biz fursat topsaqla Xitoyga Uyg'urlarga zulm qilmasligi, to'plama kamplarida taqishi haqida so'z qilyapmiz. Ular bizden Türkiye'deki Xitoyga qarshi faoliyat qilayotgan faoliyatchilarni va siyosiy tashkilot rahbarlarini tutishimizni, ularga cheklama qo'yishimizni talab qilgan bo'lsa-mu, biz Xitoylarga Uyg'urlarning bu faoliyatlarni qilishi, o'z haqlarini talab qilishi bizning qonunimizga xilof emas. Sizlar talab qilayotgan Uyg'urlarni sizlarga qaytarishimiz ularning hayotiga xavf olib keladi. Shuning uchun sizlarga hech qanday Uyg'urni qaytarmaymiz deb so'zlab kelyapmiz deb javob berdi. Undan keyin Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarga har xil derneklar vositasi bilan moddiy ma'naviy jihatdan yordam berayotganligini, ammo berayotgan yordamning yetarli emasligini aytdi. Milliyetçi Harakat partiyasi bo'lsa, Turkiyadagi Cumhur ittifoqining bir a'zosi. Ya'ni Turkiyani yillardan beri boshqarib kelayotgan hukumatning bir parchasi. Undan keyin AK partiyani, ya'ni AKP'ni ziyorat qilgandan keyin ularning javobimi shunga o'xshashli bo'ldi. Men ularga eng bo'lmagandimi Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarga vatandoshlik berilishi kerakligi, Turkiyadagi Uyg'ur yoshlarining alohida universitetlarga shartsiz qabul qilinishi va Uyg'urlarni tarbiyalash uchun hukumatning texnik ko'ngil bo'lishi kerakligini, o'rta yoshlik Uyg'urlarga bo'lsa hunar kasb va iqtisod qazanish uchun yetarli ko'ngil bo'lish kerakligini, bo'libmi siyosiy jihatlardan qattiq ta'lim tarbiyaga ehtiyoj ekanligimizni, bo'lsa xalqaro munosabatlar kasbida insonlarimizni tarbiyalashda bir imkoniyat yaratib berishini, siyosiy tashkilotlarimizni texnik kuchlantirish uchun bizga yordam berish kerakligini aytdim. Albatta ularning bizga berayotgan yordami musulmonlik va qarindoshlik jihatdan mas'uliyat majburiyatlarini ado qilishda hargizmi yetarli emas edi. Ammo meni eng hayron qoldirdigini va ochiqlantirdigini bu emas. Uchinchi bo'lib hukumatga qarshi partiyalardan, ya'ni muxolifat partiyalaridan eng cho'ng bo'lgan CHP bilan Cumhuriyet Xalq partiyasi bilan ko'rishdim va ularni ziyorat qildim. Men ularga so'zimni boshlamasdan ular menga dars o'tishga boshladi. Sizlar nima uchun Xitoyga qarshi tursizlar? Bir davlatni boshqarish undoq oson bo'lmasa, hammalar farqli yo'llardan harakat qilsanglar, farqli narsalarni talab qilsanglar, bir davlatni qanday boshqarib bo'g'ili bo'lsin. Sizlar davlatlarga bo'ysunishinglar kerak, itoat qilishinglar kerak, davlatning qonunlariga rioya qilishinglar kerak deb so'zlashga boshladi. Men ularga Xitoy tajovuzchilarining bir ishg'olchi ekanligini, ularda adolat deydigan narsaning yo'qligini, insonlik deydigan narsaning yo'qligini, bizning bir insonning bo'lishga tegishli haqlarimizni bermayotganligini, diniy erkinligimizning cheklamalarga uchrayotganligini, hatto qo'l ko'tarib duo qilishimizning cheklamaga uchrayotganligini aytgan bo'lsam-mu, ularda qilch pisand qilish, ich og'rishi his tuyg'usi bo'lmadi. Mayli nima bo'lsa bo'lsin, sizlar o'z davlatlaringizni taraqqiy qildirishinglar, o'z davlatlaringizning bexatarligini qo'g'dishinglar, muqimlikni saqlashinglar kerak deb qayta shu gaplarni takrorladi. Va ulardan sizlar hukumat bo'lib saylansanglar, saylamda utuq qozansanglar, Uyg'urlarga qanday yordam bersizlar, qanday yordamlarni beryapsizlar degan vaqtimda kechiringlar, biz sizlarga yordam berolmaymiz dedi. Shuningdan keyin men CHPning Xitoylar bilan bo'lgan ittifoqining nihoyat yaxshi ekanligini, ular bilan ich quyun tosh quyun ekanligini his qildim. Uningdan burunmi Istanbul Büyük shahar belediyasiga CHP belediya boshlig'i Xitoylarga yaxshi ko'rinish uchun butun İstanbul'daki avtobus bekatlariga, metro, tramvay, bütün ommaviy qatnash bekatlariga Xitoycha yo'l ko'rsatmalarini
Xitoycha salomlarni berib, xatlarni plakatlarni choplaganligidan hammamiz nihoyat norozi bo'lgan edik va bu ishni tushunmagan edik. Uningdan keyin Istanbuldagi dengiz sohillarida har xil Sharqiy Turkistonliklarning faoliyatlarida, jamoat yig'ilishlarida bayroqlarimizni daraxtlarga esishda belediyening o'rinlashtirgan güvenlik xodimi, ya'ni bexatarlik xodimi Istanbul Büyük Şehir Belediyesi başlığı tarafından bu bayroqlarni esishni cheklanganligini aytib, bayroq asqili qo'ymagan edi. Onundan keyin hozirgi Millat Ittifoqidan bo'lgan boshqa partiyalarni ziyorat qildim. Ulardan har xil savollarni so'radim. Ularning bergan javobimi jiq farq qilmaydi. Uyg'urlar haqida jiq ma'lumotga ega emas edi. Sharqiy Turkiston va Uyg'urlar haqida ma'lumotga ega bo'lgan, Uyg'urlarga ko'ngil bilaman deydigan hukumatga qarshi muxolif, ya'ni norozi muxolif partiyalarning 3i: İyi Partiyasi, Kelajak Partiyasi va Saadet Partiyasi. Bu 3 partiya Uyg'urlar haqida ma'lum darajada ma'lumotlarga ega edi va Uyg'urlarga ko'ngil bo'ladiganligini, yordam beradiganligini aytdi. Ammo ularning Turkiyadagi saylamda erishgan ovozining nihoyat ozligini hammamiz bilamiz. Hozirgi muxolifat partiyalarining, ya'ni Millat Ittifoqining saylamda utgandan keyin bizga ko'ngil bo'layotgan shu muxolif hukumatga qarshi bo'lgan partiyalarning CHP'ga so'zi qanchalik ta'sir qilishi mumkin, qanchalik gapi o'tishi mumkin. CHP'ning saylamda erishgan ovozi %30 va %27% atrofida bo'layotdi. İyi Partiyasının bo'lsa 10 bilan 12% atrofida bo'layotdi. Saadet Partiyasining %1, %1,5% atrofida bo'layotdi. Kelajak Partiyasının bo'lsa %3-4% atrofida bo'layotdi. Ya'ni Uyg'urlarga ko'ngil bo'layotgan muxolifatchi partiyalarning butun ovozini yig'ib olib kelsakmi, %10-15 atrofida bo'ladi. Albatta butun Sharqiy Turkistonliklarning, ya'ni Turkiyada yashayotgan turk vatandoshi bo'lgan qarindoshlarimizning saylovda qaysi partiyaga ovoz berishi yoki ovoz bermasligi hammamizning o'zining erkinligi. Hammamizning o'zimizga ushluq tanlash huquqi bor. Shaxsan men 7 yil Turkiyada yashash jarayonida oilam bilan, 2 oylik bo'lgan qizim bilan, onam bilan va 2 yoshlik singlim bilan kunlarcha Soqchixonning yer ostidagi tutib turish o'rnida va oylarcha ko'chmanlar tutib turish markazida behuda tutib turildim va ustimga nechchilgan kodlar Turkiyadan chiqarib etish qarorlari silindi. 4 yilga yaqin mahkamalarda so'rashib yurgan bo'lsam-mo, yana hech qanday foydasi bo'lmadi. Oxirida vatandoshlik iltimosimni rad qilinib, mahkamada tutgan bo'lsam-mo, endi meni tutib tulash haqqimda Turkiyadan chiqarib o'tish qarori berishning va turk vatandoshligi berilmasligining hech qanday sababi bo'lmasligi tufaylidan mahkamada tutgan bo'lsam-mo, bu mahkama qarorini e'tirofga ilinmasdan 3 yilgacha vatandoshlik ololmaysan degan qog'ozni qo'limga chiqarib berdi. Ya'ni shunday musibat, shunday xorlik, shunday yaklashlarga uchragan bo'lsam-mo, hozirgi mavjud bo'lgan hukumatga majbur ekanligimizni, agar qarshi tarafdagi nomzodlar va ittifoqlar qutsa, o'z manfaati uchun, xalqni to'yg'izish uchun bizni texmi tez kunlarda qo'yishini va hatto cho'nglarimizdan Abduqodir Yapchan akamizga o'xshash kishilarni Xitoyga qaytarishdan hech tap tatmaydiganligini his qildim va tushundim. Ya'ni dunyo xarakterlik, mayli Turkiyada bo'lsin, Yevropa, Amerikada bo'lsin, dunyoning nerede bo'lsa, ojizlar, kuchliklar tarafidan yaklanadi ekan, xorlanadi ekan. Shuning uchun biz o'z ichimizda cho'qim tushunishga tirishimiz, birlik bo'lishga, siyosiy jihatlardan har doim ruhliq, jasoratli bo'lishga tirishimiz kerak ekan. Biz umidsizlangan sari, chechilgan sari, ittifoqsizligimiz ko'paygan sari shuncha ojizlashir ekanmiz. Hukumatlar, davlatlar tarafidan e'tirofga ilinmay nurg'unlagan haqsizliklarga uchrayotganmiz. Necha yildan beri Uyg'ur qonuni va yoki boshqa masalalar haqida va yoki Pompeoning Qozog'istonga berib Uyg'urlar bilan ko'rishganligi haqida biz nihoyat cho'ng umidlarni kutdik. Hatto Xitoylarga qarshi urush bo'lganligi haqida nurg'unlagan qarindoshlarimiz shak shubhas ishinadi va buni saqlab o'tadi. Masala buni saqlash bilan qat'iy hal bo'lmaydi. Nurg'unlagan siyosatchilar, faoliyatchilar chet elda 50 yildan beri har xil maydonlarda Xitoyga qarshi turib kelayotgan rahbarlar buni so'zlab o'tadi. Saqlash, sukut qilish, umid qilish bir narsani almashtirmaydi. Bir narsaga ta'sir qilmaydi. Bir narsani tegishtirmaydi. Biz shu narsaning tegishishi uchun orzu qilayotgan narsamizning, biz saqlayotgan narsaning bo'lishi uchun cho'qim qo'limizdan kelishicha harakat qilishimiz, badal to'lashimiz kerak. Biz buni qilmayotganmiz, qaysi partiya boshqa kelsin, bizning holimiz, ahvolimiz buningdan farqli bo'lmaydi. Partiyalarning almishi yoki almashmasligi, ularning taraqqiyoti yoki mag'lubiyati uchun biz bek ko'ngil bo'lib ketib qolsak, Sharqiy Turkistonning manfaati uchun, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun tirishmay qolamiz. Chunki vaqtimiz, zehnimiz boshqa yerlarga sarf bo'lgan bo'ladi. Hamma odam o'z dardi bilan, partiyalarmo o'z xalqini mamnun qilish,
o'z xalqini xushal qilish, o'z xalqini to'yg'ilish da'dida. Ular hargizmi bizning kesilgan badanimizning og'riqini his qilolmaydi. Bizning badanimiz parchalangan bo'lsa, kesilgan bo'lsa, qonlar sharqirab ekayotgan bo'lsa, ular faqat hissdaşlik qiladi. Ammo bizning tatayotgan og'riqimizni chin ko'nglidan, chin qalbidan his qilolmaydi. Bizga yetarli darajada yordam berolmaydi. Ba'zi kishilar uchun, ba'zi partiyalar uchun, ba'zi hukumatlar uchun Sharqiy Turkistonlikning hayotidan o'z xalqining qursi muhim. Qarindoshlarimizning bu haqlarda ko'plab o'ylanib bekishini, izlanishini va uyg'onishini umid qilaman. Alloh subhanahu va taolo hammamizni isloh qilsin. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga emanet.